Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Mana bugun 4-yanvar Andijon Asaka Taxta bozoridan sizlarga qisqacha video obzor. Bugungi obzorimizda mana 4,5 metrlik bu to'sinlarimiz 4,5 metrlik. Baquvvat polvon to'sinlarimiz narxi 110 ming so'mdan. Bu taraflarda ham mana 4,5 metrlik to'sinlarimiz bor, 4 metrlik ustunlarimiz bor. Shilipka taxtalarimiz 1 kvadrat narxi 16 ming so'mdan. Bu ham 16 ming so'mdan 1 kvadrat narxi. Bu yerda mana reykalarimiz bor. Metr 3 ming so'mdan. 2 metrlik primichkalarimiz bor. Mana narxi 25 ming so'mdan. 3 metrlik shilipka taxtalarimiz vassali 1 kvadrat 16 ming so'mdan. Bu yerda esa 4 metrlik tumaloq baquvvat to'sinlarimiz. Narxlari 75 ming so'mdan. Bu esa shilipka taxtalarimiz. Narxlari 18 ming so'mdan. Bu 4 qirra, 4 qirra deyiladi. Ko'p taxta buni. Lapet taxta deyiladi bu. Bu esa 6-12 4 metrli abrizno to'sinlarimiz. Bular starapl 4-12 narxlari 75 ming so'm. Buni esa narxi 45 ming so'mdan. Bu ro'parada mana 5 metrlik to'sinlarimiz. Narxi 100 ming so'mdan. Yonidagi to'sinlar esa 4 metrlik, narxi 70 ming so'mdan. Bu yerda ustun kashayliklarimiz bor. Kashayliklarimiz 10 ming so'mdan boshlanadi. Ustunlarimiz esa 20 ming so'mdan boshlanadi. 4 metrlik. Kimga shunaqa terak mahsulotlari tom yopish uchun kerak bo'lsa, pastdagi quyidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka O'zbekiston bo'ylab bor. Sog' salomat bo'linglar.